15 dekabr. Siz 13 dekabr kuni keldingiz. Prezentatsiyaga qatnashuvdinglar. Prezentatsiyadan ketdingizda, kecha keldingiz. Kecha siz bilan biz bir kun shug'ullandik. Mana shu bir kun shug'ullanganda ozmi ko'pmi natija topdim deganlar qo'lini ko'tarsin. Baland ko'taring iltimos. Nechta odam natija ko'rganini ko'raylik. Balandroq ko'taring, balandroq. Absattor balandroq ko'taring, ko'rinmayapti qo'lingiz. Mana qarang. Bitta odamdan tashqari barchada natija bor ekan. Mana opam aytdilar, opa sizda qanday natija bo'ldi? Qattiqroq davoshingiz bilan ayting iltimos. Quloq shang'illashi to'xtab qoldi. Bosh shang'illashi to'xtab qoldi. Kim yaxshi uxladi? Yaxshi uxladim deganlar bormi? Baland ko'taringlar. Mana uyqu yaxshilanibdi. Kimni davlinasi oshmay qoldi? Bormi davlinasi oshmadi? Oshmadi deganlar. Kecha dori ichmadingiz. Yana kim dori ichmadi? Siz ham ichmadingiz, siz ham ichmadingiz. Kimni ichi yurishib boshladi? Kechadan boshlab ichim yurishdi deganlar bormi? Aka, siz ichim yurishdi dedingiz. Boya aytdingiz-ku, ichingiz umumiy olganda sog'lig'ingiz 2% yaxshilandi, chamasi. 50%ga yaxshi deyaptilar. Aka, hali bundan ham zo'r bo'ladi. Mana 1,5 kunda shuncha natija, hali oldindagi necha kun bor natija 100% bo'ladi.